Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoni zavtrak videosidan boshladim. Anchadan buyon bunaqangi video joylamayotgandim. Zavtraklarimizni qilib bo'lib, undan keyin kompot yopishga kirishdim. Podvalimizni uborka qilish videosida aytib o'tganimday, olxo'ri bilan gilosdan faqat kompot qilaman deb aytgandim. Bugun olxo'rlik kompot qilamiz. Birinchi olxo'rlarni yaxshilab yuvib, mevalarni yuvadigan sredstva bilan yaxshilab yuvib, mikroblardan tozalab, undan keyin bankalarimni yuvaman. Hammasini yaxshi yomonga ajratib, yaxshilarini отдельно to'g'rachaga solib oldim. Ustidan qaynoq suv quyib, yuvib olaman yana bir marta. Va bankalarimni yaxshilab yuvib, undan keyin sterilizatsiya qilaman. O'tgan videoda yangi turetskiy gubka olgandim. Juda ham yaxshi ekan, maqtashganday juda ham yaxshi gubka ekan. Hozir bankalarimni yuvib bo'lganimdan keyin hammasini yaxshilab sterilizatsiya qilib, undan keyin olxo'rlarni ham solib chiqaman ichiga. Va ustidan 250 gram shakar solib, keyin ustidan qaynab turgan suv solaman va bankalarimni yopib qo'yaman. Meni usulim juda ham oson, lekin birortasi otilmaydi ham, ochilib ketmaydi. Xudoga shukr, shu paytgacha hali birorta bankam ochilgani yo'q. Zakrivalkam to'g'risida ko'pchilik so'raydi. O'tgan yilgi videolarimda ko'rsatib o'tganman qanaqa zakrivalka olganim to'g'risida. Zakrivalkam rossiyskiy 130 mingga olganman 2 yil oldin. 3-yil mana ishlatyapman. 3 yildan buyon mazza qilib bankalarimni zakrivat qilib kelaman. Birorta bankam o'tilgani yo'q shu paytgacha. Mana olxo'rlik kompotlarimiz tayyor bo'ldi. Giloslik kompot ham qilib qo'yganman уже. Bankalarni yopib qo'yib, obedga osh tayyorlayapman va yoniga bolalar uchun kompot ham qo'ydim. Ozgina gazim kir bo'lib qoldi, hech qisi yo'q. Juda ham ko'pchilik mendan nimaga videolarim kech qolayotganligi to'g'risida so'rashyapti. Telegram kanalimda bu haqida kecha aytib o'tgandim. Vojdeniyaga chiqyapman. O'zi pravam bor. 9 yil oldin pravaga o'qiganman, lekin haydashni bilmasdim. O'qishning vaqtli yoki kech bo'lmaydi deb o'ylayman. Doim qaysi yoshda bo'lsak ham yangi bilim olishga intilishimiz kerak. Bu o'zimiz uchun foydali. Shu sababli hozir har kuni vojdeniyaga chiqyapman. Kommentariyalarda eng ko'p keladigan savollardan biri Abu Bakrga qo'shimcha nima berasiz? Mana shunga agusha beramiz. Kimdir yozganda agusha beraman deb aytganimda, o'zingiz uyda tayyorlab bering shularni. Bularning zarari bor, bu sveji emas, yana nimadir deb, lekin uyda tayyorlab berganini yemadi Abu Bakr. Tuflab tashladi. Shuning uchun shunaqangi tayyor sotib olamiz pyurelarni. Ko'proq olmaligidan yaxshi ko'radi. Ko'proq olmaligidan olamiz, shuning uchun yarimtasini bir martada beraman va yarmini obeddan keyin, uyqudan turgandan keyin beraman va bonji pecheni olib beramiz. Bir kunda bir marta, birta yoki 1,5 tani suv bilan kasha qilib uni ham beramiz. Mana qanday kasha olgandik, aksiyani frutaniyani olgandik, buni yemadim. 2-3 marta tayyorlab berdim, umuman yegisi kelmadi. Endi buni tovuqlarga beramiz. Postoyanno yeydigan narsasi shu. Qo'shimcha biror xil kasha ichmadi. Qo'shimcha shuning uchun faqatgina hozircha shular bilan cheklanyapmiz. Suv ichadi va emzaman qolgan paytlarda. Abu Bakr hozir juda ham ajoyib bo'lgan, qo'lga tushgan narsani og'ziga soladi. Yarimtagina pyureni bergunimcha hamma narsani tortib, ustiga hamma narsani og'ziga solib, hamma joyini pyure qilib tashlaydi. Endi esa hozir o'sha stulchik bilan kalaskasini tozalab qo'ymoqchiman. Pecheni berganimda yoki pyure berganimda hamma joyini kir qilib qo'ygan. Endi hozir vlajniy salfetka bilan yaxshilab tozalab chiqaman. Chunki har kuni 2-3 marta biz bilan baravar o'tirib stolda u ham ovqatlanadi, Abu Bakr ham ovqatlanadi. Shunda qo'liga tushgan narsani og'ziga soladi, ustiga to'kadi. Xullas shunaqa qilib, bizani zeriktirmasdan, bizani xursand qilib birgalikda o'tirib ovqatlanadi. Hozir endi hamma stulchik va kalaskalarni tozalab qo'ymoqchiman va undan keyin darvozaxonani ham bitta tozalab chiqaman. Har kuni ovqatlanganimizda non shoxlari yoki boshqa narsalar bolalar to'kishadi. Shuning uchun haftada 2-3 marta darvozaxonani ham yaxshilab pilisoz qilib,
pollarni artib chiqaman. Mana stulchikimiz toza bo'ldi. Buni olib qo'yib, endi kalaskani ham yaxshilab tozalab chiqaman. Buni salfetkada tozalab bo'lmaydi, shuning uchun pilisoslab non ushoqlarini, o'sha pechenye ushoqlarini terib olaman va hamma joyini pyure qilgan, o'sha pyure etgan joylarini oddiy влажный salfetkada tozalab chiqaman. Har kuni aylanishga chiqamiz, ko'chaga yoki bog'chaga qizimni etib qo'yishga Abubakr bilan birgalikda ertalab chiqamiz. Havo yaxshi bo'lgan paytlarda. Shunda bizga kalaska juda ham kerak. Kalaskasini yaxshi ko'radi, lekin stulchikka hech ham o'rgana olmayapti. Faqatgina kacheli qilib qo'yganimda maza qilib yotib uxlab qoladi. 2 vatnom olganmiz. O'sha stulchikni ham stulchik bo'lib turadi, yana kacheli ham bo'ladi. Xullas o'sha kachelisini yaxshi ko'radi va kalaskasida aylanishni juda ham yaxshi ko'radi. Toza havoda o'sha kalaskada o'tirganda kulib, shunaqangi настроенияsi yaxshigina bo'ladi. O'sha hamma narsani biladigan, hamma narsani sezadigan bo'lgan. Uydan chiqib ketsam, o'sha boshqacha qarab turadi menga. Shuning uchun vajdenga chiqqanimda ham Abubakrni uxlatib, akasiga topshirib, undan keyin chiqib ketaman. O'zimni ham ko'nglim tinch bo'ladi. Borib kelgunimcha maza qilib uxlab, uyg'onib, yaxshi kayfiyatda meni kutib turadi. Endi esa darvozaxonani pilisoz qilib chiqqandim. Pollarni bitta artib chiqaman. Haftada 2-3 marta artishga to'g'ri keladi, chunki kechalari eshik derazalarni ochib uxlaymiz. Hamma joy chang bo'lib qoladi. Baribir bu havodan o'zimiz ham nafas olamiz. Shuning uchun tez-tez tozalab turishga harakat qilaman. O'zimni vaqtim bo'lmay qolgan paytlarda bolalar tozalashadi. Va o'tgan kuni havo juda ham issiq bo'lib ketgan paytda kachelini ichkariga olib kirib qo'ygandik. Bolalarga maza bo'ldi. Konditsionerni ro'parasida o'tirib maza qilib morojniy mojitolarni ichib, bu yerda dam olib o'tirishadi. Xullas, shunaqa qilib kanikulni o'tkazyapmiz. Sochim to'kilyapti deb aytgandim sizlarga. Yog' zakaz qilgandim. Mana bu yog'im keldi pochtadan. Biz ochib ko'ramiz. Paketga ekan. Mana Xayr Nozadan shunaqangi maslo для волос soch to'kilishi uchun Korolevskiydan zakaz qilgandim. Har xil bor ekan. 300 mingga oldim. Mana Korolevskiy produkt, усиленная formula shunaqangi yog' oldim. Sochim juda ham to'kilyapti. Endi ishlatib ko'rib, keyin sizlarga aytaman, qani yaxshi menga foyda berdimi, yo'qmi deb ko'ramiz. 200 gram, 100 ml 300 ming. O'tgan videoda gilamdagi sochlarni tozalash uchun shunaqangi skripok olgandim, ko'rsatgandim sizlarga. Hozir shuni sizlarga sinab ko'rsatmoqchiman. Juda ham menga yo'qdi rezultati. 2-3 kvadrat metr joydan anchagina soch patlarini menga yig'ib berdi. Pilisoz qilib bo'lganimdan keyin qilingan narsa bu. Anchagina sochlarni yig'ib berdi. Xullas menga juda ham yo'qdi. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. O'tgan videoda NL mahsulotlaridan ichyapman deb aytgandim va juda ham ko'pchilik mendan so'rashdi nimalar ichayotganim to'g'risida. Hammasini hozir birma-bir tushuntirib o'taman, nimalar ichyapman. Eng birinchi ertalab uyg'onganimda mana shunaqangi Drain Effect'dan ichaman. Bir testikni yarim bokal iliq suvga aralashtirib ovqatdan yarim soat oldin buni ichaman. Zavtrakdan oldin va zavtraklarimni tayyorlayveraman. O'sha yarim soat bo'ladi va zavtrak qilib olamiz va kechqurun ham o'shandan yarim soat oldin yarim stakan iliq suvga aralashtirib ichaman. Bu hamma shishlaringizni, atoqlarni chiqarib, shuni hisobiga ancha vesizni ham ketkazib beradi. Bundan kunda 2 martadan ichyapman ovqatdan oldin va undan keyin bunaqangi detoks tabletkalar ham olganman. Bu organizmingizdagi har xil shlak va toksinlarni chiqarib beradi. Bu 3 qadam. Hozir birinchisini olganman. Ertalab 2 tabletka ovqatdan oldin va kechqurun 2 tabletka ovqatdan oldin ichib, undan keyin ovqatlanaman. Va mana bunaqangi kollagen olganman. Kollagenning foydalarini ko'pchilik bilsa kerak. Terini yoshartirib beradi, sochlaringizni, tirnoqlaringizni va suyaklaringizni mustahkamlaydi. Ayniqsa hozir menga juda ham zarur. Sochlarim juda ham to'kilyapti va kollagen menga juda ham hozir zarur. Ikkisi
stikni olib, ikkita shunaqangi stikchasini olib, bir bokal suvga aralashtirib ovqat bilan qo'shib ichaman va bunaqangi dengiz kollageni ham olganman, Marina kollagen. Bundan bir kunda bir tabletka ichaman. Buni ham ikkalasini birgalikda ichsangiz foydasi yana ham yaxshiroq bo'ladi. Buni ichida omegalari ham bor. Va bunaqangi kokteyl. Bir banka o'sha kokteylni ichib tugatdim. Faqat uchunga ichaman va Abu Bakrga o'sha payt bir qo'shimcha biror narsa beraman. Chunki emizganimda keyin qornim och qolishi mumkin va bularning birortasi emiziklik paytingizda hech qanaqa o'zingizga ham va farzandingizda ham hech qanaqa zarari yo'q. Juda ham ko'p joyda o'qiganman va o'zimni fitness trenerim bilan ham maslahatlashib, undan keyin shu naborni menga taxlab berdilar. Mana sheykerlarni ham qo'shib bergandilar. Kokteylimni o'shanda tayyorlab ichaman. Va sizlarga ham tavsiya beraman. Hech qanaqa zararini ko'rmadim. Hozirgacha farzandimda ham hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Fitnessga chiqqunimcha hozircha shularni ichib turaman. Bunaqangi issiqda o'tiklashni o'zi ham bo'lmaydi. Havo juda ham issiq. Buni ustiga konditsionerni ham kuchi yetmayapti. Hamma xonalarni sovutishga, lekin kirlarni o'tiklab berish kerak. Bolalar har kuni kiyim almashtirishadi. Katta o'g'lim har kuni kursga qatnaydi. Ham matematika ham anglizga boryapti hozir. Shuning uchun hozir Shohruxning kiyimlarini o'tiklab qo'yapman. Steralimiz o'zi tinmasdan ishlayapti. 6 kishining kiyimini har kuni yuvib qo'yish oson emas. Men esa shuncha kiyimlarni dazmollab qo'yishim kerak har kuni. Bir kun dazmollamasam agar уже anchagina kiyimlar yig'ilib qoladi. Yana buni ustiga pastelli belyolar ham bor. Abu Bakrning kiyimlari har kuni steralga kiradi. Shahrizoda har kun kiyimlarini kir qilib keladi bog'chadan. Xullas, steralni bilan dazmollam umuman to'xtamasdan ishlayapti. Xudoga shukr, hali ham shu narsalar bor. Vaqtida steralisiz qanaqa odamlar kir yuvishgan bilmadim. 11 ta farzandlari bo'lgan, hammalarining kiyimlarini yuvib o'tiklashga qanaqa vaqtlari yetgan bilmayman. 4 ta bolaga hozir juda ham charchab qolyapman. Tim bo'li issiqda ish juda ham ko'p uyda. Har kun ertalab uyg'onib zavtrak tayyorlayman, undan keyin kompot qo'yaman bolalar uchun. Undan keyin qizimni bog'chaga, o'g'limni kursga yuborib, Abu Bakrni cho'miltirib uxlatib, undan keyin uy ishlari bilan band bo'laman. Ko'pincha Abu Bakrga Alisher qarab turadi uyda. Chunki Shahrizoda bog'chada, Shohruh esa kursga boradi. Kursdan kelib ham darslar bilan mashg'ul bo'ladi. Darslarini tayyorlaydi. Shuning uchun ko'pincha menga Alisher yordam beryapti hozir. Alisherni, Abu Bakrni uxlatib, vajdeniga ham chiqaman. Hozir yana Instagramdan, Turkonadan kurs sotib olganman. Ichida mobilografiya kurslari bor. Videolarim yana ham chiroyliroq, sifatliroq chiqishi uchun sizlarga sal qiziqarliroq video chiqarish uchun kurs sotib olganman. Kursga bonus qilib Napoleon, 4 xil Napoleon va palov kurslari ham bor, retseptlari. Ularni hammasini o'rganib, sizlarga ham video retsept qilib kanalimga joylayman. Xudo xohlasa sizlarga ham foydam tegishini xohlayman. Xudo xohlasa o'sha dubayskiy Napoleon menga juda ham yoqdi retsepti. Produktlarni borib olsam agar bozordan, undan keyin bemalol tayyorlasam bo'ladi. Chiroyli rolik tayyorlab sizlar bilan bo'lishaman. Hech qachon bilim olishga uyalmaslik kerak, doim izlanishda bo'lish kerak deb o'ylayman. Bilim olish hech qachon yosh tanlamaydi. Qaysi yoshda bo'lsak ham biror bir yangilik qilib, yangilik o'rganishdan uyalmaslik kerak. Ko'chaga chiqib g'iybat qilgandan ko'ra yoki bema'ni vaynlarni tomosha qilgandan ko'ra biror bir yangi bilim olsak, menimcha ham o'zimizga, ham farzandlarimizga ancha foyda bo'ladi deb o'ylayman. Qizlar, dastavkam keldi. Sizlar yaxshi ko'radigan raspakovka bo'ladi hozir. Greenway'dan 2 ta salfetka zakaz qilgandim. Keldi. Birinchisi shunaqangi 2 tomonlama. Bir taraf bilan qozon skоворodkalarni tozalaymiz va ikkinchi tomoni bilan pastolarni yuvsa bo'ladi. Sredstvalarsiz ham yo'q izlarini ketkazib berar ekan. Sinab ko'rib sizlarga ham aytaman. Ikkinchisi shunaqangi universalni varishka. Anchadan buyon shunaqangi varishka olaman deb niyat qilib yurgandim. Bu mexki mebellarni
eshiklardagi dog'larni, podokонnikdagi dog'larni, xullas ob'oylarni hamma joyini tozalasa bo'lar ekan bu varishka bilan. Sredstvalarsiz tozalab beradi. O'zi Greenway'ni hamma narsalarini sredstvalarsiz ishlatsa bo'ladi. Buni ham ishlatib ko'rib sizlarga otziv qoldiraman. Bugun Abu Bakrim 6 oyni to'ldirdi. Chiroyli rasmlar bilan bo'lishkim keldi. Sizlar bilan ham videomni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang.